Assalomu alaykum. Maktabni bitirdingiz, universitetga hujjat topshirish vaqti keldi. Lekin qo'lingizda hali ham qog'oz shahodatnoma yo'q. Xavotirga o'rin yo'q. Ta'lim tizimidagi jarayonlarni bevosita kuzatuvchi shaxs sifatida sizga bir muhim yangilikni aytaman. Endi qog'oz shahodatnomani kutib bitirish shart emas. Barcha bitiruvchilarning ma'lumotlari elektron bazaga kiritilgan. Bugun e-shahodatnoma.uz bazasidan shahodatnomani topish, yuklab olish va oliygohga topshirish uchun to'g'ri tayyorlashni ko'rsataman. Oxirida ba'zida xatolik chiqsa nima qilish kerakligini ham tushuntiraman. Shuning uchun diqqat bilan ko'rishni tavsiya qilaman. Barchamizning telefonlarimizda Google Chrome yoki shu kabi brauzerlar mavjud. Bu e-shahodatnoma.uz boshqa platforma bo'lganligi sababli buni biz brauzer orqali amalga oshirishimiz lozim bo'ladi. Bir jihatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. E-shahodatnoma.uz orqali bazadan shahodatnomani yuklab olish faqatgina 2023, 24, 25 va 2026 va bundan keyin maktabni bitirgan bitiruvchilar yuklab olishlari mumkin bo'ladi. Undan oldingi bitirgan bitiruvchilar yo'qotgan yoki meroq solga kelganligi sababli yoki boshqa holatlarda MyGov.uz platformasida ta'lim yo'nalishida umumiy o'rta ta'lim to'g'risida shahodatnomani dublikatini olish xizmati orqali demak amalga oshirishadi. E-shahodatnoma.uz bu faqatgina yuqorida aytib o'tganimizdek 2023, 2024, 2025, 2026 shu yil bitiruvchilari va bundan so'ng bitiradigan bitiruvchilarni shahodatnomasini yuklab beradigan platforma hisoblanadi. Xo'sh, videoni boshlashdan oldin barchadan video yoqsa like bosib qo'llab-quvvatlashni so'rayman. Shuningdek, kanalga obuna bo'lmaganlar kanalga albatta obuna bo'lishlarini tavsiya qilaman. Bundan tashqari, yuklab olish jarayonida biror bir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, kommentlarda, izohlarda yozib yuborishni so'rayman. Imkon qadar javob berib, demak, ushbu jarayonlarni yengillashtirishga yordamlashaman. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Yuqorida aytganimizdek, demak, telefonlarimizdagi o'sha aynan Google Chrome yoki shu kabi brauzerlar orqali o'tish kerak bo'ladi. Demak, bu yerda biz e-shahodatnoma.uz degan platformaga o'tishimiz kerak. Demak, yuqorida ko'rinib turganidek, aynan shunday bexato yozib, shu xizmat orqali o'tishga to'g'ri keladi. Jarayonni davom etamiz. E-shahodatnoma.uz platformasiga o'tganimizdan so'ng bizda shu kabi oyna ko'rinadi. Bu yerda ko'rib turganingizdek shahodatnomani yuklab olish uchun alohida ustun mavjud. Aynan mana shu ustunni bosib tegishli amallarni to'ldirish lozim bo'ladi. Xo'sh, bu yerda nimalar talab qilinyapti? Bitiruvchidan shaxsiy raqam va tug'ilgan sana bilan qidiruv berish imkoniyati yaratilgan. Shuningdek, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va tug'ilgan sana bilan qidiruv. Bu yerda aynan shaxsiy raqam, JSHR, tug'ilgan sana va rasmdagi himoya kodini kiritgan holda yuklab olishning imkoniyati mavjud. Xo'sh, yoki ID kartani bu yerda raqamini kiritib, endi asosan bitiruvchilarimiz pasport olgan bo'lishadi. Agar pasport olmagan bitiruvchilarimiz bo'ladigan bo'lsa, guvohnoma seriyalarini kiritib yuklab olish kerak bo'ladi. Pasport asosida rasmiylashtirilgan shahodatnoma pasport seriyasi orqali qidiruv orqali chiqishga imkoniyat yaratiladi. Tug'ilganlik agar siz pasportingiz mavjud bo'lgan holatda guvohnoma seriyangizni kiritib qidiruv bergan bo'lsangiz, bu jarayonda tizimda agar pasport ma'lumotlari asosida shahodatnomangiz rasmiylashtirilgan bo'lsa, aynan o'sha pasport asosidagi ma'lumotlar asosida tortib beradi, guvohnoma asosidagi ma'lumotlar bilan tortib bermaydi. Shu jihatga e'tibor berish lozim bo'ladi. Hozirgi holatda men shaxsiy raqam, jismoniy shaxsni shaxsiy identifikatsion raqami orqali demak yuklab olish jarayonini ko'rsataman. Shaxsiy raqam bu o'zi nima? Shaxsiy raqam bu ID kartangizning orqa qismida demak 14 talik raqam hisoblanadi. Ekranlaringizda ko'rinib turgan demak shaxsiy raqam demak ko'rinishda sizda ham aynan ID kartangizda ma'lumotlar aks etgan. Shularni terib demak osonroq yuklab olish mumkin. Yoki aksi o'sha aynan ID kartangizni seriya raqami va tug'ilgan sanangizni va himoya kodini kiritish orqali amalga oshirishingiz mumkin. Demak, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami hozirgi holatda xo'sh
men kiritdim va shuningdek bu yerda tug'ilgan sana, oy, kunni kiritib o'tish kerak bo'ladi. Jarayonga diqqat bilan e'tibor bering va xato qilmaslikka harakat qilish lozim. Demak, himoya kodini xuddi o'zidagiday kiritib olishimiz zarur. Katta kichik shriftlarga e'tibor qaratamiz. Sababi katta kichiklikdan kelib chiqib xatolik berishi mumkin. Demak, oynamizda ko'rinib turganidek, bizda so'rovimiz muvaffaqiyatli bajarildi va bizga shahodatnomani yuklab olish bo'yicha tugmasi namoyon bo'ldi. Shuni yuklab olish qilib telefonimiz xotirasiga yuklab olamiz. Ko'rib turganingizdek, jarayon juda bir qiyin emas. Bu jarayonni oddiy amallar bilan bajarib yuklab olish mumkin. Hozirgi holatda biz demak yuklab olingan shahodatnomani o'ziga kiramiz. Demak, hujjatni yuklab olish bilan ish bitmaydi. Diqqat qiling. PDF faylni ochganingizda markazda ko'rib turganingizdek pastda QR kod turadi. Ushbu elektron shahodatnomaning qonuniy kuchi aynan mana shu QR kodda hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirganda mana shu elektron faylning o'zi yetarli. Uni qog'ozga chiqarib maktab direktoriga muhr bostirishga umuman hojat yo'q. Tizim avtomatik ravishda uni tasdiqlagan. Agar kimdadir PNFL yoki pasport ma'lumotlarini kiritganda ma'lumot chiqmasa yoki baholarida xatolik bo'lsa, darhol o'zingiz o'qigan maktab ma'muriyatiga murojaat qiling. Ular bu xatolik yoki chiqmagan ma'lumotlarni bilan solishtirib bazadan to'g'rilab berishadi. Takror aytamiz, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlang. Bu videoni aynan birgalikda tugatgan bitiruvchilarga ulashib qo'ying. Ular ham shahodatnomasini yuklab olishda qiyinchilik ko'rishmasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.